Biroz aytmoqchi edim, lo'li ayollar oppoq bo'ladi. Ro'mamanda olinadi. Biz lo'li emas. Rangimiz qanday? Oppoq tabiiy ayol lo'lilar ular. Lekin biz lo'limiz, biz chunki bug'doy rang qora. Yuldiz, sizni ham lo'li deyishibdi. Lo'lilarga birinchi aytib qo'yay, pasport bo'lmaydi. Ikkinchi ular chiqib ishga olmaydi. Ular chukada ko'chaga paket ochib o'tirishadi. Sadaqa qiling, Xudo yo'liga sadaqa qiling, ishingiz o'ngidan kelsa, biringiz ikki bo'lsin demaydi. Men lo'li emasman. Biz lo'li bo'lsak, sen kimsan o'zing? Javob berchi. Bo'pti, oilali lo'limiz. O'zing kimsan? O'zing qayerdan kelgansan? Onangizdan kelganmisan yo otangizdan chiqib kelganmisan? Bu yomon gap gapirdingiz, Dilbar. Obunachilarga. Onadan chappadib olgan ballar, ona mana otadan chappadib olgan xotin qizlar qochib ketgandan keyin 1-2 bo'lmaydi. Bir xil insonlarga pevaga qo'shib, ko'kshama qarshi dam soldirib, men uxlab qopman. Akaxon kechirasiz deb o'g'liga prikaz qiladi, uyga o'tirib o'g'li shuni ishti qiladi. Hozirgacha men esimga qolgan. Xo'sh, o'zing bizni lo'limiz, o'zing kimsan? O'zing qayerdan kelgansan? Qani javob. Kim qatli yozib qoldiraylik. To'g'rimi Yulduz? Obunachilarga bitta xayr qilamiz. Surxondaryo Sherovatdanman.